Yoshlar, avtomobillarga eng ko'p ko'rsatiladigan xizmat turlari qaysi? Albatta bu sug'urtadir. Chunki barcha avtomashinalar majburiy sug'urtalashdan o'tishlari zarurdir. Endi sug'urtani ham ikki turi mavjud. Oddiy sug'urta va universal sug'urta. Oddiy sug'urta deganda 5 kishigacha odam qo'shsa bo'ladi va bunda narx o'zgarmaydi kishi boshiga qarab. Va universal sug'urta esa hammaga o'tadigan bo'ladi. Ya'ni ishonchnomada bor va yaqin qarindoshlarga. Endi faraz qilaylik, siz yo'lda ketayotganingizda yoki safardaligingizda sizga sug'urta kerak bo'lib qolsa, unda nima qilsa bo'ladi? Shunchaki bizga qo'ng'iroq qiling. 24 ga 7 qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz va 15 daqiqa ichida bajarib beramiz. Murojaatlarni butun respublika bo'yicha qabul qilamiz.